Ana qizimiz ham chiqib ketib turibdi, sekin indamay. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. 15-martda kelgan guruhimiz bilan Badr vodiysiga kelganmiz. Mana eng kichkina hojimiz ketib turibdi qo'rqmasdan. Bu Jabalul Malaika. Maloikalar nozil bo'lgan joy. Badrda 1000 ta maloika payg'ambar alayhisolatu vassalomga jangda yordam bergani, sahobalarga yordam bergani kelgan. Mana biz sal teparog'iga chiqdik. Mana bu tekislikda jang bo'lgan. Bu maloikalar nozil bo'lgan joy. Alloh subhanahu va taolo endi Badr tursa ozgina gapirib qo'yamiz, chunki Badrning tarixida bor gapirilgan ustozlarimiz bor. Bu tepaligida suhbat qilishligimizdan maqsad nima desa, mana shu tuproqlari, olimlar aytadi, shu tuproqlari mana qumloq ajoyib tuproq ekan. Shifobaxsh debdilar. Tanani hamma joyiga shifobaxsh. Alloh taolo shunaqa qilib qo'ygan. Chunki bu joyga farishtalar tushganligini barakoti bor ekan. Ana bu bolamiz mana jannatga onalar niyatlar yuribdi. 2 martadan umra qilgan, 2 martadan jannat ahli inshaalloh. Alloh taborak va taolo mana shu joylarga kelishlik, qadam ranjida qilishlik, bu joyni havosidan nafas olishlik, tuprog'idan, shifobaxsh tuprog'idan foydalanishlik saodati baxtiga muyassar qilsa alhamdulillah. Zamonamiz tinchligi hammasi. Yurtimiz tinchligi, tinchlikka xizmat qilayotgan barcha mutasaddilarni xayr xohligi, Alloh subhanahu va taolo ularni ham umrlarini uzoq qilsin. Yurtimiz, xalqimiz foydasiga qilayotgan barcha xayrli ishlarda madadkor ko'makchi bo'lsin. Yerdan, osmondan bo'ladigan balo qazolardan saqlasin. Iloho butun islomiyat olamiga Makka va Madina shahri darvozasini yopib qo'ymasin. Ular qatorida jonajon yurtimiz O'zbekistonimizdan keladigan yo'lni ham Alloh taborak va taolo qiyomatgacha umra va haj ibodati uchun darvozasini yopib qo'ymasin. Endi Alloh taborak va taolo bu tepaligidagi duolarni qabul qiladi. Chunki bu joyda payg'ambar alayhisolatu vassalomga duolari ijobat bo'lgan ishorasi kelgan. Shundoq qilganlarki mana bir siqim qum tosh aralash olib turib Badrda qatnashayotgan jangchilarning oldida Badr qarshisida turgan mushriklarning yuziga "Yuzing qursin sanlarni" deb otganlarida Alloh taborak va taolo Qamar surasida tushiryaptiki, Anfal surasi bilan Qamar surasida, "Ya Rasululloh, siz otganingizni hammasiga men yetkazdim, siz emas. O'sha narsani yetkazib qalblariga g'ulg'ula solgan menman, yuzlari qursin deb duo qilganingiz. O'sha duoingiz ijobatini ko'rsatgan menman." Bir-birlar bilan teskari bo'lib qolishdi ular. Jangda saflari buzilib ketdi. Ruhlari tushib ketdi deb Alloh taborak va taolo bashoratini bergan. Biz ham endi nima deymiz? Nafsimizga otdik shu narsani deymiz. Nafsimizga otdik, ya Alloh. Bizning eng katta dushmanimiz nafsimiz bo'lib qoldi, ya Alloh. Shu nafsimiz egilsa, biz yurgan yo'lga yursa, jannatga rozi bo'lsa, xayri xoh bo'lsa, xayrli ishlarga xayri xoh bo'lsa deb qiynalsagan bu adirlikka, tepalikka chiqdik. Jabalur Rahman, ya'ni tog'dek maloikalar nozil bo'lgan, rahmat, barakot nozil bo'lgan joyga keldik inshaalloh. Umidimiz shu, kelmaganlarga kelishlik maqsadida, ko'z-ko'z qilishlik maqsadida emas. Alloh taborak va taolo o'g'illarimiz, qizlarimiz, sulolalarimizni bu ulug' maskanlarga qadamlarini yetkazsin. Bu joyga kelganlarning qalblarini to'rt-to'rda o'ylagan maqsadlarni ato qilsin. Allohu akbar deymiz. Voy Abdulbos aka. Oyog'imiz og'rigan oyoqlarimizni qo'yamiz. Yurish kerak. O'tirib olsa bahona qilib bo'lmaydi. Ketdik, yuringlar, kuzatuvchilar hammanglar ham yuringlar. Jabalul Malaika, maloikalar nozil bo'lgan toqqa, qumloqqa, shifobaxsh tuproqqa kelinglar. Alloh taborak va taolo qadamlarimizni sobit qilsin sirotda, qiyomatda jannatga o'tadiganda bunaqa qiyinchilikni mana shu dunyoda ko'raylik, qiyomatda ko'rmaylik. Toyilib ketmaylik. Ha jona, nima bo'layapti? Shuhrat akamga Makka mas'ul bo'ling, bo'ldi. Mashayli shifobaxsh bo'ladi. To'g'ri. Xo'p. Bu olib suvga sig'ib olamiz. Ha. Keyin buni nima qilamiz O'zbekistonga? Qabristonga inshaalloh odam vafot etsa, kindigidan tepasigacha, tepasi boshidan, ya'ni kindigigacha bo'lgan joyiga yoniga qo'yib qo'yiladi inshaalloh. Umidimiz shuki, hali ulamolarning gapi bor ekan. Ulamolar farishtalarning otini qadami yetgan, o'zini qadami yetgan tuproq rahmat va shifo bo'ladi deganlar. Qabrda ham rahmat bo'ladi. Shuning uchun qo'yiladi. O'tganlar qabrini ichiga sochib qo'yiladi.
Yo, ichiga sochiladi. O'tib bo'lmaydi-ku. O'tganlarga qo'yib bo'lmaydi. Ha, u domla aytdilar-ku. Yangi o'lganni qabrga qo'yganda kafanni yoniga tashladi. Mana qada domla aytdilar-ki, ota-onamni qabrini Ota-onani qo'yayotganda qilganlar u kishi. O'tgandan keyin qilmaganlar. Otalar onalarni qabrga qo'yayotganda qo'ygandan keyin. Solihon domla men o'zim qo'yganman deylik otalarning onalari. Kindilardan tepalaridan boshlaridan aylantirib yoniga kafanni yoniga tashlab qo'yganlar. Chiqib kelib bo'ldingizmi hojika? Ya qoyil 5 baho sizga. Ketdik. Bismillah. Ya Allah, madadkorimiz bugün. Ya Allah. Şu bitta tepeliğinden çıkamazsak ertaga hayot tepeliğinden qana mana odam hayot tepeligiga to'ra yo'la ketdilar. Maşallah. domla so'yimman. Qayerisiz? Domla so'yimman. Siz to'xtang şeyde. Voy. Mana bizni ziyoratchilar. Gap bo'lishi